Gibrid mashinangizni shu paytgacha noto'g'ri foydalanib kelyapsiz desam, xafa bo'lib qolmaysizmi? Muammoni barchasi dvigatelingizni haftalab, kerak bo'lsa oylab ishlatmaganingizda. Gibrid mashinalarini ko'pchilik shahar sharoitida menga o'xshab faqat elektromobil rejimida foydalanadi. Sovuq kunlar kelishi bilan sizni dvigatelingizda ikkita muammo paydo bo'ladi. Birinchisi, dvigatel uzoq muddat ishlamagandan keyin moy poddonga yig'ilib, ichki qismlar moysizlikdan zarar ko'radi. Ya'ni dvigatelingizni ishga tushirgan paytingizda quruq ishlab qo'yishi mumkin. Ikkinchi muammo aynan sovuq kunlar kelishi bilan boshlanadi. Ya'ni havo haroratining o'zgarishi hisobiga dvigatelingiz ichida havo kondensat paydo bo'ladi. Bu mayda suv zarrachalari ichki qismlarni zanglashiga olib keladi. Muammoning yechimi ham ikkita. Bu mashinalarga maxsus gibrid uchun moy quyiladi. Obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarda ko'rsataman. Ikkinchisi bo'lsa, dvigatelni kunora qizdirib turishingizga to'g'ri keladi. Dvigatelni uy sharoitida turgan joyida qizdirishni o'rganamiz. Mashinani yoqlagandan keyin parkovka rejimiga o'tkazamiz. Rejimni ichevi, ya'ni gibrid rejimiga o'tkazgandan keyin gaz pedalini yarim оборотda bosib tursak, dvigatel o't oladi va mashina o'zini o'zi zaryadlashni boshlaydi. Bu videoni gibrid haydaydigan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying.